Men Sabir, seni xizmatkoringman. Chaqiruvingga binoan keldim. Sendan so'rayman. Sen meni ustozimmisan? Ustoz? Seni xizmatkoring Sabirman. Chaqiruvingga binoan keldim. Ustoz, buyruq ber. Meni qilichim seni buyruqlaringga bo'ysunadi. Seni taqdiring bugundan buyon meni taqdirim. Shartnoma tuzildi. Nima? Hoy, shoshma. Anime Anibro Telegram kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga o'girildi. Xomi Kenzo. 夢に見ていたあの日の影に届かない叫び明日の自分はなんて書いても消えない願いに濡れるこぼれ落ちるかけらを掴むその手で揺れる心抱えて飛び込んでけ夜へ誰かのために来てこの時が全てでいいでしょう見せかけの自分はそっと捨ててただありのままでKo'rinmas qilichmi? Yaramas qo'rqoq. Qurolingni yashirishga qanday jur'at etasan? Nima bo'ldi, Lancer? Jang o'rtasida to'xtash sharmandalik. Jang qilishni xohlamayotgan bo'lsang, seni o'ldiraman. Avval sendan bir narsani so'ray. Qobiliyating nima? Qilichmi? Bo'lishi mumkin. Balki bolta yoki nayza. Yo'q. Bu hatto kamon ham bo'lishi mumkin. Shunaqami, Sabir? Bu bizni birinchi uchrashuvimiz. Balki durang qayd etarmiz. Yo'q. Men seni o'ldiraman. Meni maqsadim aslida ma'lumot to'plash edi xolos. Xizmatkor paydo bo'lsa, kurashni rejalashtirmagandim. Ammo endi seni o'ldiraman. Geik Bolg. Sehrmi? Yo'q. Uni nayzasi yerdan qaytdi. Shunday qilib, Geik Bolgdan qutulding. Geik Bolg. Demak sen Irlandiya arvohisan. Geik Bolg har qanday himoyani buzadigan nayza usuli. Bir zarbada yurakni teshadi. Keyingi harakatda esa uni maydalab tashlaydi. Demak bu Kulan itining la'natlangan nayzasi. Jan ursin. Bunga chap bergan bo'lsang, hayotim xavf ostida. Ha, sen rostdan ham kuchli xizmatkorsan. Xizmatkorni agar kimligi oshkor bo'lsa, u so'nggi nafasigacha kurashishi kerak. Afsuski, men ustozim juda ham qo'rqoq. Agar hujumim muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, qaytishimni aytgandi. Qochyapsanmi? Bemalol meni quvishing mumkin. Lekin agar shunday qilsang, o'limingga tayyor bo'l. To'xta. Hoy sen.
Sen kimsan o'zi? Buni mendan so'rayapsanmi? Sabirman, seni xizmatkoring. Men aslida sen chaqirding. Shuning uchun bunday g'alati savol berma. Sabir xizmatkor? Ha. Xohlasang meni Sabir deb atashing mumkin. Yaxshi, albatta bu g'alati ism. Men Emiya Shiroman. Sendan so'ramoqchi bo'lgan narsam. Bilaman. Sen oddiy usta emassan, shunaqami? Usta? Lekin sen baribir meni ustozimsan. Shartnoma tuzgan ekanmiz. Men hech qachon senga xiyonat qilmayman. Hoy, shoshma. Men hech qanaqa ustoz emasman. Unda Shiro deb chaqiraman. Ha. O'zimga ham mana shunisi ma'qulroq. Nima bu? Shiro, yaramni davola. Sen jiddiy so'rayapsanmi? Kechirasan, lekin men bunday murakkab sehrni qila olmayman. Qolaversa seni yaralaring tuzalganga o'xshaydi. Unday bo'lsa, shunday jang qilaman. Meni tiklanishim faqat tashqi qismga ta'sir qiladi, lekin yaram yana bir jangga xalal bermaydi. Xo'sh, shoshma. Archer, yo'qol. To'xta, Sabir. U Archerning ustozi. Imkon bo'lganda uni o'ldirish kerak. Ustoz boshqa narsalar deyapsan. Men hech qaysinisiga tushunmayapman. Hali ham kimliging yoki nimaligini bilmayman. Ammo tushuntirmoqchi bo'lsang eshitaman. Faqat biroz to'xta. Va nimani tushuntirishim mumkin? Men seni bunday buyruqlaringga bo'ysunmayman. Dushmanni o'ldirish kerak. Aslida qizlar qurol ishlatmasligi kerak. Yaradorliging ham oshiqcha. Xo'sh, sen qachon qilichingni tushirmoqchisan? Qarshimda dushman turganda qilichim tushirilmaydi. Demak, xizmatkor Sabir o'z ustozini buyrug'iga bo'ysunmayaptimi? Axir sen Tosaka? Xayrli kech, Emiya-kun. Umid qilamanki, hech bo'lmasam shuni uddalay olasan. Ajoyib. Men bunaqa narsalar qila olmayman. Hazillashyapsanmi? Bu sehrgarlikning asoslari-yu. Menga faqat dadam o'rgatgan, shuning uchun hech qanday asoslarni ham bilmayman. Unday bo'lsa, sen 5 ta elementlarni ajratish va boshqa narsalar bilmaysanmi? Yo'q. Xo'y, sen mutlaqo yangisan. Xo'sh, kuchaytirish afsunlarini qila olaman. Bu sen foydalanadigan kuchli g'alati sehr. Sen boshqa umuman hech narsani bilmaysanmi? Ha, shunaqa. Qanday qilib bunday yigit Sabirni chaqira oladi? Demak, sen qanday vaziyatda ekanligingni ham bilmaysanmi? Vaziyat? Biz ma'lum o'yinga jalb qilinganmiz. Muqaddas Grail urushi, 7 ustoz jangi. Muqaddas Grail? Urush? Emiya, sen ustoz sifatida tanlangansan. Qo'lingda maxsus belgi bo'lishi kerak. Bu 3 ta buyuk muhri. Bu ustaning belgisi. 10 yilda bir marta 7 ta ustoz tanlanadi. Har bir xo'jayinga xizmatkor beriladi va Muqaddas Grailni yutish uchun jang o'tkazishadi. Men ham ustalardan biriman. Senda muhr bor ekan, xizmatkoring senga itoat qiladi. Buyruq muhrlari ular ustidan mutlaq hokimiyat huquqini beradi. Bu muhrlar xizmatkorni senga bog'laydi. U seni har qanday buyrug'ingni bajaradi. Biroq har safar buyruq berganingda bittasini yo'qotasan. Hozircha senda 2 ta qolgan. Bir soniya, sen nima haqida gapiryapsan o'zi? Sen hali ham tugallanmagan holatdasan. Bu ustozing tufayli bo'lsa kerak. Ustoz sifatida undan biror narsa kutma. Ha, Shiro meni davolash uchun ham sehrli kuchga ega emas. Bu meni ruhiy holatga qaytishim va sehrli kuchni tiklashga ham muammoli qiladi. Agar men seni ustozing bo'lganimda, ikkalasini qilish ham muammosiz bo'lardi. Men unga loyiq emassan demoqchimisan? Aynan shunday, 100%. Yaxshi. Unda qani ketdik? Qayerga boramiz?
Bu jangni nazorat qiluvchi shaxsning oldiga boramiz. Xo'y, unga kiydirish uchun yaxshiroq narsa yo'qmidi? Menga gapirma. U qurol yarog'ini yechmasligini aytdi. Nazoratchi shu yerda yashaydimi? Kotomine cherkovi. Shiro, men shu yerda kutaman. Seni himoya qilish uchun ortingdan keldim. Bu cherkov manzil bo'lsa, atrofini qo'riqlab turishim kerak. Tosaka, bu ruhoniy o'zi qanaqa odam? U meni qonuniy vasiyim. Bundan tashqari sehrgarlik bo'yicha katta ustozim. Sen ham uni ustoz deb atashing mumkin. Sehrgarlik? Cherkov ruhoniysi ham sehrgarlar kengashining a'zosimi? Shuning uchun ham unga chidash qiyin. Uni ismi Kotomine Kirei. Otamning shogirdi edi. Biz 10 yildan beri bir-birimizga chidashga majburmiz. Agar meni qo'limda bo'lganida uni hech qachon uchratmagan bo'lardim. Men ham ustoziga munosib hurmat ko'rsata olmaydigan shogirdni olamaganman. Men 7-ustozni o'zim bilan olib keldim. U texnik jihatdan sehrgar, lekin butunlay yangi. Men qarab tura olmadim. Sening isming nima, yigitcha? Emiya Shiro. Emiya Shiro. Demak, sen saberni ustasi ekansan-da. Noto'g'ri tushundingiz. Ustoz muqaddas Grail urushi. Hech narsani tushunmayman. Bu juda jiddiy muammo. Yaxshi. Rin birinchi marta mendan yordam so'radi. Shuning uchun ham men seni qaytara olmayman. Eshit. Ustoz bo'lish boshqa birovga topshiriladigan narsa emas. Va ustoz bo'lganingdan so'ng buni tashlab keta olmaysan. Seni buyruq muhring bu belgi. Har bir ustozga beriladigan belgi. Bu senda chiqqanidan keyin bundan uzoqlasha olmaysan. Ustoz maqomidan voz kechmoqchi bo'lsang, seni yagona varianting muqaddas Grailni qo'lga kiritib orzuni amalga oshirish. Orzuni amalga oshirish? Agar sen Grailni qo'lga kiritsang, har qanday istak seniki. Hatto bu uchun qilgan gunohlaringni ham tozalashing mumkin. To'g'ri. Hatto vaqtni orqaga qaytarib boshidan boshlashing mumkin. Shunday ekan, omadingni qo'ldan boy berma. Vaqti kelsa ustoz sifatida tanlanganing uchun rahmat aytasan. Agar umring davomida o'ylab yurgan orzularingni amalga oshirmoqchi bo'lsang, belgini qabul qil. Kiri, iltimos mavzuga o'ta olasanmi? Unga qoidalarni tushuntirishingni iltimos qildim. Unda maqsadga o'tamiz. Bu jang muqaddas Grail urushi deb ataladi va bu 7 xo'jayin va xizmatkorlari bilan o'tkaziladigan musobaqa. Biz buni xohlaganimiz uchun bunday vahshiylik bilan shug'ullanmaymiz. Bularning barchasi muqaddas Grailga kim loyiq ekanligini aniqlash uchun. Rostdanmi? Muqaddas Grail, axir afsona-ku. Bu shaharda paydo bo'ladigan Grail afsona emas. Buning isboti sifatida xizmatkorlar paydo bo'lishini ko'rsatishim mumkin. Xizmatkorlar oliy ruh darajasidagi narsalar. Ular tarixiy shaxslar yoki afsonalar qahramonlari. Muqaddas kosa tomonidan jismoniy shakl berilgan. Aslini olganda ular ustozi tomonidan ruhiy shaklga o'tishi mumkin. Bu zarurat tug'ilganda ular paydo bo'lib jang qilishlari uchun. Emiya, seni sevbiring boshqacha. Xo'jayini no'noq bo'lgani uchun ruhiy shaklga kira olmaydi. O'liklar tirilishiga yaqin bo'lgan bu mo'jizani haqli ravishda sehr deyish mumkin. Muqaddas Grail shunday kuchga ega bo'lsa, u o'z egasiga cheksiz kuch beradi. Bunday faktlar oldida uni haqiqiy ekanligiga shubha uyg'onadimi? Yaxshi. Grailni haqiqiy deb turamiz. Lekin nega buning uchun o'ldirish kerak? U shunchalik kuchli ekan, nega uni hammaga baham ko'rilmaydi? Yaxshi savol, lekin buning umuman mantig'i yo'q. Muqaddas Grail unga ega bo'lishga eng munosib odamni, xizmatkorlarni to'g'ri boshqara oladigan odam sifatida tanlaydi. 7 ta xo'jayinni tanlanishi, xizmatkorlar chaqirilishi, bularni barchasi Grailning o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Muqaddas Grail urushi. Bunda Grail tomonidan tanlangan odamlar unga erishish uchun bir-birini o'ldirishadi. Agar bittasini tanlash kerak bo'lsa, nimaga hammasini o'ldirish kerak?
Shoshma. Unda ustalar bir-birlarini o'ldirishi kerak degan qoida yo'q. Muqaddas Graal ruhiy obyekt. Unga faqat xizmatkorlar va ruhlar teginishi mumkin. Shunday qilib, Muqaddas Graal urushining maqsadi o'zingnikidan boshqa barcha xizmatkorlarni yo'q qilish. Boshqa xizmatkorlarni yo'q qilish? Tushundim. Seni xizmatkoring bu Muqaddas Graalga teginishi mumkin bo'lgan yagona narsa ekanda. Ha, agar sen uni xizmatkorini yo'q qilsang, uni ustozini o'ldirishing shart emas. Menga birinchi bo'lib shuni aytish kerak edi. Shunday qilib, Muqaddas Graal urushida hech kimni o'ldirmasdan ham g'alaba qozonsa bo'lar ekanda. Bitta savol. Sen xizmatkorlarni o'ldira olaman deb o'ylaysanmi? Xizmatkorlar juda kuchli. Hatto ular bir-birini mag'lub etishga qiynaladi. Shuning uchun ham xo'jayinga ko'p bo'ysunishmaydi. Ammo xizmatkor xo'jayinsiz mavjud bo'la olmaydi. Unda xizmatkorni yengishni oson usuli uni xo'jayinini o'ldirish ekanda. To'g'ri, lekin xo'jayinni yo'qotgan xizmatkor darhol yo'qolib ketmaydi. Boshqa ustoz o'z muhridan yangi shartnoma tuzish uchun foydalanishi mumkin. Xizmatkorsiz xo'jayin va xo'jayinsiz xizmatkor yangi bitim tuzib, jangga yana qo'shilishlari mumkin. Agar muhrlarni ishlatib tugatsa nima bo'ladi? Bu sizni xizmatkoringiz ozod qiladi va boshqa ustoz bilan shartnoma tuzishga imkoniyat yaratadimi? Bu to'g'ri. Agar sen buyruq muhrlarini ishlatib tugatsang, ustoz sifatida vazifalaringdan ozod bo'lasan. Albatta, bunday sehrgar bo'lsa, uni qobiliyatsiz yoki shunchaki ahmoq deb atash mumkin. Agar shunday bo'lsa, men seni xavfsizligingni kafolatlayman. Bu Muqaddas Graal urushlari seriyasini nazoratchi sifatida meni vazifam. Bu shaharda 5-Graal urushi bo'lib o'tadi. Oxirgisi 10 yil oldin bo'lgan. Aqldan ozgamsizlar? Sizlar nima, buni 4 marta o'tkazishga ulgurdinglarmi? O'tmishdagi Muqaddas Graal urushlari juda shafqatsiz bo'lib ketdi. Ustozlar o'z orzulariga berilib ketishdi va bir-birini ko'z yummay so'yishdi. Shu sababli sehrgarlar kengashi 3-urushdan boshlab nazoratchi yuborishni boshlashdi. Bu odam meni otamaydi. Men esa undan bu lavozimni meros qilib oldim. Unda Muqaddas Graal urushlari odamlarning asl yuzini ko'rsatarkanda, aytmoqchimanki, avvalgi ustalar sehrgarlar qoidalarini buzishgan odamlar shunaqami? Agar shunday odamlar Muqaddas Graalni qo'lga kiritib, undan o'z manfaatlari yo'lida foydalansa nima bo'ladi? Menimcha boshqalarning hayotida umuman o'ylamaydigan odamlar Graalga ega bo'lmasligi kerak. Sehrgarlar kengashi Graalni qo'lga kiritishga harakat qilayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar aralashmaydi. Biz faqat urushni qoidalariga rioya qilinishini ta'minlaymiz xolos. Agar senga nimadir yoqmayotgan bo'lsa, shunchaki g'olib bo'l. Albatta, bu uchun boshqalarga tayanmaslik eng yaxshi usul. Bu sening ishing emas. Menda jang qilish uchun hech qanday sabab yo'q. Graallar meni qiziqtirmaydi. Demak, seni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlar ham qiziqtirmaydimi? Graalni yutgan odam tomonidan, to'g'rimi? Seni 10 yil oldin sodir bo'lgan ba'zi voqealar qiziqtirmaydimi? Oxirgi Graal urushining oxirida Graal noloyiq odam qo'liga tushdi. Bu ustoz nimani orzu qilganini bilmaymiz. Lekin ishonchim komilki, bu o'zlardan ko'rinib turibdi, yaxshi narsa emas. To'g'ri. Sababi hozirgacha noma'lum bo'lgan o'sha yong'in aslida Muqaddas Graal urushidan qolgan chandiq. Emiya, nimadir bo'ldimi? Yo'q, meni hammasi yaxshi. Xo'sh, urushning oxirida nima bo'lgan edi? Eshitmadingmi? Aytdim-ku, Graal noloyiq odam qo'liga tushdi. Urush tugashidan oldin boshqa bir kishi unga tegdi. Ammo bu odam jang qilishdan doim qochib yurardi va Graal to'liq paydo bo'lmadi. 7 xizmatkorning hammasi yig'ilgandan keyingina Graal paydo bo'ladi. Biroq Graal jang qilishdan qochgan bu odamni o'z egasi sifatida tan olmadi. Boshqacha qilib aytganda, jang qilmasdan Graalni olishga urinish. Bu mutlaqo ma'nosiz. Oxirgi Graalga qo'lini tekkizgan odam juda ham qo'rqoq edi. Sen ham o'sha ustozlardan biri edingmi?
Jangni yarmigacha men xizmatkorimni yo'qotdim va nazoratchi otamni himoyasiga yashirindim. Bu bo'yicha aytadigan narsam shu: xizmatkoriga buyruq bergan xo'jayingina Grailni yutib olish huquqiga ega. Qachonki sen yolg'iz o'yinchiga aylansang, Grail senga ko'rinadi. Sendan yana so'rayman. Miyashiro, muqaddas Grail urushida tanlangan ustozlardan biri sifatida qatnashasanmi yoki yo'qmi? Qatnashaman. Agar 10 yil avvalgi yong'inga muqaddas Grail sababchi bo'lgan bo'lsa, bu narsani yana takrorlanishiga yo'l qo'ymayman. Shu bilan hal. Qani, ketdik. Xursand bo'l yigitcha, seni orzularing amalga oshadi. Lekin yovuzliksiz orzularing amalga oshmaydi. Hattoki sen buni tan olishni xohlamasang ham, jangda qatnashishingga to'g'ri keladi. Seni eng yaxshi va eng yomon orzularingni hammasi bir xil ma'noga ega. Lekin xavotirlanishdan foyda yo'q. Bu jangni o'zi seni bunga majburlab qo'yadi. Qo'limdan kelgani shular. Do'st aka, sen yaxshi odamsan. Nima? Menga xushomad qilish foyda bermaydi. Shiro. Xayrli kech yigitcha. Bu birinchi uchrashuvimiz emas. Fate, Stay Night. Jikai, 最強の敵